Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bugun mashqni yasashni inshaalloh ko'rsatib beraman. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Ketdik. Birinchi bo'lib bizga примерно uzun razmerida bo'ladi. 18 qilamiz, demak 0.9 diametr qilsak 18 bo'ladi. Buni uzunligini o'lchab olishimiz kerak. Diametri 56 549. Diametrini o'lchab oldik. Sverxodan 0 enter 56 549. Shift. Buni o'zi xohlagan joylarga qo'ysanglar bo'ladi. O'ng tarafni, chap tarafni bu joydan to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Endi o'rtasiga naqsh berib olamiz. Xohlagan uchburchakmi, to'rtburchakmi 0 enter 2,5 qilamiz buni. 2,5 qildik. Endi ustiga poverxnost beramiz. Poverxnost berish har xil bor. Mana bu chap tarafda 1-2 turgan setkali ko'rib turgan bo'lsangiz setkali ham. Men ko'pincha ishlatadiganim setkasiz. Bunga setkalidan beramiz. Hozir nimagaligini tushuntirib beraman. Skype potochkani olib tashlaymiz. Xo'p, buni 35 qilamiz. Buni 45 qilamiz. Ya'ni mana setkalarni berib oldim. Buni ko'paytirib kamaytirsa ham bo'ladi mana qilib. 35 ga 47 bo'ldi. Okey. Endi buni chizig'imizga yotqizib olamiz. Hop. Transformator по кривой deb yozib qo'yibdi. Buni ustiga bosib, ishkan chap tarafi. Mana o'zi prikaz berildi. Qaysi chiziqdan deyapti bu? Qaysi krivoydan deyapti? Enter bosgan deyapti. Кажется, chiziq mana. Chiziq bitta bosiladi, ustiga bitta bosiladi. Xo'sh. Olib keldi. Endi buni spiral, ya'ni aylantirib olamiz buni. Hop, xuddi o'sha narsaga kirib, skruchyonya bor. Mashindan enter bosiladi. Boshi bu mana начало deyapti. Начало bo'lsa o'tgacha. Bularni daq borish kerak bittasini. Chunki hamma joy aylansin deganidir u. Xo'p, mana bo'ldi. Endi bu bizga kerak emas. Bunisi ham kerak emas. Endi buni chiziqlarini olishimiz kerak. Mana shu burchaklardagi chiziqlar. Mana bundan olsa bo'ladi. Ikkita. Uchta. Eng yaqinroq burchagini olamiz. Hop, bo'ldi. Endi unga poverxnost berib olamiz. 0.2,5 borsak. Ham bo'ldi. Mana shu dumaloq bo'ldi burchaklari. Endi bizga ichini setkasi kerak bo'ladi. Setkasini, chiziqlarini olishni ko'rsatib beraman. Hop. Bizda mana shu narsamiz bor. Duplikat rebra degani. O'shani bosamiz. Hamma chiziqlari bizga kerak bo'ladi.
Hop, chizig'imizni olgandan keyin enterni bosganda o'tib, bizada o'ng taraf o'sha eshikning o'ng tarafi enter. Bosdik. Chiziqlarni oldi. Mana xohlasak bu yoqqa qilamiz. Bu yoqqa qoldik. Mana buni o'chirib tashlasa ham bo'laveradi. Bizga chiziqlar kerak do'stlar. Bu chiziqlarni olib turib endi o'sha o'stirishimiz kerak bularni. O'rtaga olib kelib o'stirsak ham bo'ladi. 0 enter. Olib kelib olganimizdan keyin boyagi narsa bu. Hop, buni komanda berganimizdan keyin hop 01 to'g'ri keladi inshaalloh. Bo'ldi mana. Chiziqlarni olamiz. Inshaalloh tayyor bo'ldi. Bitta tilla berib ko'ramiz endi. Chiziqlarimizni ag'darib tashlasak ham bo'ladi. Sog' bo'lasiz.